Selamünaleyküm. Lüks Düver kanalımızın kuzatuvchilari. Bugungi ustanib ukamiz Ilhom akamizning xonadonini oldi. Bu Ilhom akamizning xonadonida 6 dona aqua oyna o'rnatib berganmiz. 2 dona plastik eshik, 1 dona ta'mir eshiklarimizni ham ustanib ketib berganmiz. Bu aqua eshigimizni qisqacha ma'lumot berib o'tgan bo'lsak, plastik eshigimiz bo'ladi. Ligirovkali qullablarni ham o'rnatib berganmiz. Her yanda 3 donadan bo'ladi. Sizlar yapılışları 5 yılın yoladı. Aynaları stiklo paket oladı, 2 kat oladı. Ak aynalarımız Zolatoy dub süvette işleyenimiz. İçker taraf ak oladı. Bu yine ikilenci plastik eşiğimiz oladı. Ligirovkali qullablarni ham qo'yganmiz yana. Her yanda 3 tane adam bo'lan. 5 shumli açılı yapıladi ular. Arkalari aynalar. Eshiklarimiz ham Zolatoy dub süvette ishlaganmiz. Bu eshigimiz temir eshik oladı. Bu eshigimiz ham şu aqua ayna eshiklari qo'shatirgan etib Zolatoy dub süvette ishlab berganmiz. Bu eshigimiz ham ko'radingizlar, original zamok oladı. Bu eshigimiz ham original zamok o'rnatib berganmiz yana. 5 shumli açılı yapıladi. Arkalari alifollar bilan birga ishlaganmiz. Shurtlar ishlatmagan holda germetikka istiramiz. Ölen taraf aynası 2 kat oladı, stiklo paket oladı. Bu eshiklarimiz o'ta mo'shni chiqqan. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Sizlardan ishonch, bizlardan sifat, Lüks Düveri.